Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 29-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda vaqf, ya'niki to'xtash degan mavzumizning 5-qismi, ya'niki oxirgi qismini o'tamiz. Bugungi darsimizda so'zlarning oxirida keladigan kichkina vav va kichkina ya harflar bilan tanishamiz. Diqqat qiling. Demak, bugundan boshlab quyidagi belgichani kichkina vav deb ataymiz, chunki vav harfi kattaroq yoziladi. Biz buni oldinroq o'tgan edik, sizda kichkinacha holatda yozilardi vav harfi, lekin vavga teng. Hamda ya harfi esa quyidagi holatda ham bunday holatda yozilardi. O'zi ya harfi bunday yega o'xshab yoziladi, lekin ya harfi quyidagi holatlarda ham nima qilar ekan, yoziladi ekan. Biz buni oldindan bilardik. Endi bugundan boshlab buni kichkina vav, buni esa kichkina ya deb ataymiz. Tushunarlimi? Demak, endi darsimizni boshlasak bo'ladi. Darsimizda o'zi 5-qismida bugun to'xtashda shular haqida gaplashamiz dedik. Kichkina vav va kichkina ya harflarini biz o'zi darslarimizda aytdik, mavzumiz vaqf, ya'niki to'xtash. Oyatning oxirida keladigan so'zlarni to'xtashni o'rganyapmiz. Endi oyatning oxirida masalan quyidagi so'zni o'qiydigan bo'lsak, da h u da hu deb o'qiladi. Nega? Chunki vav so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi dommalik bo'lsa cho'zib o'qiladi deb biz o'tgandik, to'g'rimi? Shunda ikki harakat cho'zilardi. Dahu deb cho'zilardi, lekin agar oyatning oxirida xuddi shunaqa kichkina vavcha kelib qolsa, o'zi bu kichkinacha qo'yilishiga sabab bor, buni keyinroq aytib o'taman. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, mana kichkinacha vav kelib qolsa, buni oyatning oxirida yo'q deb tasavvur qilamiz. Ya'niki oyatning oxirida, diqqat qiling, faqat oyatning oxirida buni yo'q deb tasavvur qilamiz, chunki kichkinacha holatda yozilyapti. Shunda yo'q bo'lgandan keyin bu qaysi qoidaga tushib qoladigan to'xtash belgisini? Birinchi qoidasi. Ustida fatha, kasra, domma bo'lsa nimaga almashtirardik? Sukunga almashtirardik. Mana sukunga almashtirib qo'ydik. Qoida shu. Demak, kichkina vav harfi oyatning oxirida kelsa yo'q deb tasavvur qilamiz. Demak, bu yo'q bo'lgandan keyin o'z-o'zidan bu to'xtash qoidasining birinchisiga tushadi. Tushunarli? Shunda bu oyatning oxirida kelsa dahu deb o'qilmaydi, dah deb o'qiladi bo'ldi. Chunki kichkina vavda yo'q deb tasavvur qilar ekanmiz. Endi bu o'z-o'zidan birinchi qoidaga tushadi, to'xtash qoidasi. Ustida domma bo'lsa nima bo'lardi? Oyat oxirida kelsa sukunga almashtirib qo'yardik. Shuning uchun bu o'zi yozilishi dahu deb yoziladi oyat oxirida. Biz to'xtashimiz kerak bo'lgani uchun kichik vavchani yo'q deb tasavvur qilib, buni sukunga almashtirib yuboramiz ustidagini. Ya'ni kichkina vavchadan oldingi harf sukunga almashib qoladi o'z-o'zidan. Qoida shu, bugungi qoidamiz. Birinchisi bu, birinchi qoida bu. Endi ikkinchi qoida qarang. Ikkinchi qoidada bu ham shu, kichkina vav harfi o'zi bu kichkina holatda yozilgani uchun yo'q deb tasavvur qilamiz. To'xtamoqchi bo'lsak, yo'q deb tasavvur qilamizda. Shunda buni endi bundan oldingi harfni ustiga sukun qo'yib qo'yamiz, mana sukun qo'yib qo'yamiz. O'zi yozilishi buni nehi yozilgan. Nega? Chunki ya so'zda kelib, bu kichkina ya dedik-ku. Ya so'zda kelib, o'zida hech qanday belgi bo'lmasdan, undan oldingisi kasralik bo'lsa cho'zib o'qiladi degan mavzu o'tdik sizda. Ya'niki bu nehi o'qilishi kerak, lekin biz to'xtamoqchi bo'lganimiz uchun, bu kichkina yecha bo'lgani uchun buni yo'q deb tasavvur qilamiz o'z-o'zidan. Bu yo'q bo'lgandan keyin bizda birinchi qoidaga ko'ra, to'xtash qoidasiga ko'ra kasra bilan kelsa o'rniga nima qo'yardik? Sukun qo'yardik. Shunda o'z-o'zidan sukun bo'lib qoladi. Shunda nehi yozilgani bilan neh deb to'xtaymiz bo'ldi. Qoidani takroran boshdan aytaman, qaranglar. Kichkina vav va kichkina ya harfchalari, kichkina vav va kichkina ya harfchalari oyatning oxirida kelsa, ikkalasini ham yo'q deb tasavvur qilamiz. Bu ham yo'q, bu ham yo'q bo'lib ketadi o'z-o'zidan. Yo'q tasavvur qilganimizdan keyin endi oldingi harf nimali? O'lik. Demak, uni ustiga sukun qo'yib qo'yamiz mana. Sukun, sukun. Tushunarli? Bitta aytadigan bo'lsak, oyatning oxirida kichkina vav kelib qolsa, buni yo'q deb tasavvur qilamiz. Shunda bu dahu yozilgan bo'ladi. Dahu deb yozilgan. Endi buni birinchi qoidaga ko'ra sukunga almashtirib qo'yamiz mana. Yoki bo'lmasa bunisi mana kichkina vav oyatning oxirida to'xtashimiz kerak bo'lgani uchun, diqqat qiling, oyatning oxirida to'xtashimiz kerak bo'lgani uchun buni yo'q deb tasavvur qilamiz. Shunda birinchi qoidaga binoan buni o'rniga sukun qo'yib qo'yamiz mana. Umumiy qilsak buni yo'q deb tasavvur qilib, undan oldingi harfga sukun qo'yib qo'yar ekanmiz. Buni ham yo'q deb tasavvur qilib, undan oldingi harfga sukun qo'yamiz mana. Shunda bu dahu deb yozilgan bo'lsa ham dah deb to'xtaymiz, nehi deb yozilgan bo'lsa ham neh deb to'xtaymiz. Men sizga hozir ikkalasiga ham Qur'ondan bunga ikkita misol ko'rsataman, keyin bunga ham ikkita misol ko'rsataman. Shunda Xudo xolasa yana ham yaxshi tushuna olasiz. Siz buni tag yozib qo'yasiz o'zingiz. Demak deysiz, kichkina vav va kichkina ya harflari oyatning oxirida kelsa, to'xtamoqchi bo'lsak, yo'q deb tasavvur qilar ekanmizda, undan oldingi harfning ustiga sukun qo'yamiz, yozib qo'yasiz. Tushunarli?
mana shu tagidan yozib qo'yasiz. Endi aytib o'tganimdek, hozir men sizga Qur'oni Karimdan bunga ikkita misol, keyin bunga ikkita misol ko'rsataman. Shunda yana ham yaxshi tushuna olasiz, xudo xolasa. Diqqat qiling, biz hozir Qur'oni Karimdan misollar ko'ryapmiz. Siz auzu bismillah bilan o'qishingiz kerak bo'ladi. Qarang, birinchi qoidadagi misol. Masalan, quyidagi mana oyatga e'tibor beradigan bo'lsak, masalan, oyatni o'qib kelyapmizda boshidan boshlab mayda to'xtashimiz kerak. Nega? Chunki oyatning oxiri bo'lgandan keyin, ya'niki quyidagi raqam va belgi bo'lsa, oyatning oxiri hisoblanadi. Oyatning oxirida to'xtashimiz kerak. To'xtash uchun bunga qaraymiz. Demak, bu yerda kichkina vavcha kelyapti. Mana kichkina vavcha kelyapti. Buni yo'q deb tasavvur qilamiz. Yo'q deb tasavvur qilsak, shunda buni o'rniga sukun qo'yib qo'yamiz. Shunda bu dahu yozilgani bilan dah deb to'xtaymiz bo'ldi. Tushunarli? Mana kichkina vavcha o'z atila bu kichkina yoziladi. Mana buni olib tashlaymizda, shunda buni o'rniga sukun qo'yib qo'yamiz. Shunda dahu yozilgan bo'lsa ham biz to'xtamoqchi bo'lsak, dah deb to'xtaymiz. Tushunarli? Hozir yana bitta shunga misol ko'ramiz, qarang. Xuddi shu oyatda biz hozir eslatib o'taman, Qur'oni Karimdagi 104-surani ko'ryapmiz. 601-betda. Siz ham bemalol shuni ko'rsangiz bo'ladi. Keyin mana ushbu oyatga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu oyatda ham yana shu kichkina vavcha kelyapti, e'tibor bering mana. Kichkina vavcha hamda oyatning oxirida kelyapti. To'xtashimiz kerak. Shuncha yo'q deb tasavvur qilamiz buni. Yo'q deb tasavvur qilganimizdan so'ng o'z-o'zidan bu nima bo'lib qoladi? Undan oldingisi sukunlik bo'lib qoladi. Shunda bu ahladahu yozilgan, lekin to'xtamoqchi bo'lsak, ahlada deb to'xtaymiz. Ya'niki bu vavni yo'q deb tasavvur qilib, undan oldingisiga sukun qo'yib qo'yamiz. Qoida menimcha qiyin emas. Shunchaki kichkinacha bo'lgani uchun yo'q deb tasavvur qilib, undan oldingisiga sukun qo'yib qo'yapmiz-da. Ya'niki ahlada deb to'xtaladi. Bundan oldin ko'rganimiz esa mana bunisi ham bu dahu yozilgani bilan dah deb to'xtaladi, bo'ldi. Mana vavga ikkita misol ko'rsatdim kichkina vavchaga. Bitta bu, keyin ikkinchisi bu mana. Diqqat qiling, kichkina vavcha qachon o'qilmayapti? Qachonki biz oyatning oxirida to'xtaganimizda. Tushunarli? Shunga juda ham e'tibor berishingiz kerak. To'xtaganimizda. Endi kichkina yaga misol ko'ryapmiz. Qur'oni Karimda bu 84-sura ekan. 84-sura. 589-betda joylashgan ekan. Bemalol siz ham shuni kitobdan ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, endi qarang, shuni birgalikda sintez qiladigan bo'lsak. Mana bu yoqda e'tibor beradigan bo'lsangiz, nihi, nihi deb yozilgan. Lekin biz to'xtamoqchi bo'lsak, buni sekin olib tashlaymiz mana. Chunki kichkina yacha-ku bu. Olib tashlaymizda, shunda buni nihi deb sukun ustiga sukun qo'yib qo'yamiz. Shunda nih deb to'xtaladi, bo'ldi. O'zi nihi yozilgan, lekin biz e'tibor bering, oyatning oxirida to'xtamoqchi bo'lganimizdan kichkina yachani olib tashlaymiz-da, buni ustiga sukun qo'yib qo'yamiz. Shunda nih deb to'xtaymiz, bo'ldi. Bu bitta misol ko'rdik kichkina yachaga. Endi yana bitta misol ko'ramiz, shunga qarang. Mana quyidagi misolga ham e'tibor bersak bo'ladi. Mana e'tibor bersangiz, bu yerda ham to'xtamoqchi biz hamda kichkina yachani yo'q deb tasavvur qilamiz. Shunda ri o'zi rihi yozilgan, lekin biz buni to'xtamoqchi bo'lsak, chunki oyatning oxiri to'xtashimiz kerak. Shuning uchun kichkina yachani yo'q deb tasavvur qilib, buni ustiga sukun qo'yib qo'yamiz. Chunki to'xtash qoidasiga binoan shunaqa edi-ku, kasralik bo'lsa o'rniga sukun qo'yilardi. Shuning uchun sukun qo'yapmiz-da. Shunda bu rihi emas, rih deb to'xtaladi, bo'ldi. Rih, buni ustiga sukun qo'yib, buni ham olib tashyapmiz. Umumiy xulosa qilsak, ikkala belgini olib tashyapmiz. Ustiga sukun qo'yapmiz. Rih deb to'xtaladi. Juda ham oson, menimcha, to'g'ri, menimcha qiyin emas qoidamiz. Kichkina vavcha va kichkina yacha oyat oxirida kelsa, olib tashlar ekanmiz-da buni. Endi undan oldingi harf, masalan, kasralik bo'ldi, o'rniga sukun qo'yib qo'yamiz. Birinchi to'xtash qoidasiga binoan. Olib tashlab, undan oldingi harfga sukun qo'yib qo'ysak, bo'ldi ekan. Menimcha qiyin emas, o'ylashim bo'yicha sizga ham xudo xolasa qiyin bo'lmaydi. Mana men sizga hozir ikkilasiga ikkitadan misol ko'rsatib berdim kitobdan. Siz ham endi uyga bo'ladi. Sizga endi uyga sal boshqacharoq bo'ladi, qarang. Biz hozir to'xtash belgilarini hammasini o'tib bo'ldik-da, chunki endi uyga sifani sal murakkabroq qilamiz, qarang. Murakkabroq emas, sal ko'proq desak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Qarang, masalan, ixtiyoriy bitta surani ochasiz. Misol uchun mana Ixlos surasini ochdim men, 604-betda 112-sura Qur'oni Karimda. Masalan, ixtiyoriy bitta surani olasiz, Ixlos surasini oldim misol uchun, qarang. Buni bosh emas, oxiriga biz to'xtash qoidalari degan mavzu o'tyapmiz-ku, chunki oxirgi harfiga qaraysiz, demak, D harfida ustida un tanvini kelyapti, to'g'ri? Un tanvini bilan to'xtasak qanday to'xtaymiz? Bu o'zi ahadun yozilgan, lekin biz ahadi deb to'xtaymiz. Nega? Un tanvinini sukunga almashtiramiz. To'xtash qoidasi birinchi qoida, to'g'rimi? Siz shuni yozasiz. Mana shu birinchi oyat deydi, masalan, Ixlos surasi birinchi oyat.
birinchi oyati deysiz, to'xtash qoidasi birinchi qoidaga tushadi deysiz. Keyin yana yurasiz. Endi ikkinchi oyat mana. Bu yerda ham nima bilan tugayapti? D hamda ustida u. U bo'lsa nimaga almashtirardikmi? Sukunga almashtiramiz. To'xtash qoidasi birinchi qoida. Yana shuni yozasiz. Keyin davom etasiz. Bu yerda oyat tugamadi hali deysiz. Keyin o'qishni davom ettirasiz. Mana bu yerda. Endi bu yerda ustida sukun kelyapti o'zi. Bu o'zgarmaydi. Shunchaki o'z holati bo'yicha qoladi bu. Ya'niki yuladi deb qoladi. Faqat yaxshi bilasiz, D harfini ustida sukun kelsa i'ga mol tebratiladi. Yuladi deb o'qiladi. Bu qaysi qoida desa, bu hech nima o'zgarmaydi. Shunchaki o'z holicha qoladi deysiz. Endi 4-oyat deysiz, o'qib kelasiz. Keyin mana yerda yana shu D harfi o'zi 10 ta'mini hisoblanadi-da bu. Buni olib tashlaysiz. Biz aytgandek, birinchi qoidada ustida nima bo'lsa ham olib tashlaymiz degan. Olib tashlaymiz, o'rniga sukun qo'yib qo'yasiz. Bu ham birinchi qoida deysiz. Bu Ixlos surasi oson ekan, faqat birinchi qoidaga tushar ekan. Xo'p, siz yana shu ixtiyoriy o'zingizga qaysi sura ma'qul bo'lsa, bitta surani olib sharhlab kelishingiz kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa kattaroq sura olsangiz, yana ham yaxshiroq bo'lardi. Shu bilan keyingi darsimiz yana 2 kundan keyin xudo xolasa bo'ladi. Soat 5:00 da. Keyin yana sizga qo'shimcha mashg'ulot, shu to'xtash qoidalarini yaxshilab takrorlang. Bizda ertaga, shunda bugun darsimiz bo'lsa, ertaga soat 20:30 da shu Telegram guruhimizda shu 5 ta to'xtash qoidasiga asosan test ham olamiz. Siz testda qatnashib, yana ham bilimingizni mustahkamlab olsangiz bo'ladi. Keyin yana o'z qidiring. Masalan, shu to'xtash qoidasimizni tugatib bo'ldik-da. Siz shu to'xtaganda hamma qoidani bilishingiz kerak. Masalan, ixtiyoriy bitta shunday surani oching-da, masalan, shunday qarang. Oyatni oxiriga qarang. Masalan, mana bu yerga kelib to'xtadik. Demak, an tanvini kelyapti. An tanvini bilan to'xtasak, nima edi? Bitta fathani olib tashlaymiz. Demak, bu tushunyapman deb shunaqa sintez qiling. O'zingiz ustida ishlashingiz kerak. Tushunarli? Yoki bo'lmasa yana yurasiz pastga, masalan, hozir yana yuramiz, qarang. Masalan, mana yerda yana oyat kelyapti. Bu yerda qaysi qoida? Birinchi qoida, to'xtash qoidasi sukunga almashtiriladi. Yana yuring, bunda yuring. Masalan, bu yerda yana in tanvini, to'g'rimi? Birinchi qoida sukunga almashtiriladi. Mana shunaqa bir sintez qilib kelasiz. Yugasini, qo'shimcha yugasi shunaqa bo'ladi. Qaysini tushunmasangiz, belgilab qo'ying. Masalan, shuni tushunmayman, nima ekanini qiziqib ko'ring. Lekin siz ko'pini bilishingiz kerak, chunki biz bu mavzuni o'tib bo'ldik. Bitta yoki ikkita qoida bor, u keyinroq o'tiladi-da. Siz lekin shuni sintez qila olishingiz kerak, o'qiy olishingiz kerak. Umumiy bir takrorlab kelasiz, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, ertaga testimiz bo'ladi, xudo xolasa.